Assalomu alaykum, hurmatli o'zbekistonliklar, yurtdoshlarimiz. Mana Yangiqo'rg'on soybo'yi Terak bozoriga yetib keldik. Mana Hoji akamiz. Hoji aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sizsiz? Aka, bu teraklar narxlari bilan bir tanishtirib o'tasiz endi. Nech pul bo'lyapti, qanaqa narxlar? 85 ming kam bor deyapsiz buni aka. Bular nima beradi aka? Buni ham tanishtirib o'tib ketasiz endi. Bittadan strapel 6 metrgacha strapel. Undan keyin kashaylik qilsa bo'laveradi. Bu yoqchi aka. Bu ikkitadan to'sin beradi. Ko'tidan qolgan laga yo nima ham beraveradi, bo'lsa. Qollarchi qanaqa bo'lyapti aka bular? Bular narxi qanaqa? 310 ming. 310 ming kam. Bu yoqdagilarchi qanaqa bo'lyapti endi aka? 240 ming kami bor. Bu dona be akalar. Donasiga shunaqa narx. Bularchi? Ikkovi bir xil. Bulardan nimalar chiqadi aka endi bu? Ba'zi birlardan ikkitadan to'sin olaverasiz. Ba'zi birlarida endi bittadan to'sin, qolgan oyvon to'sin chiqadi. Bu yoqlar qanaqa bo'lyapti aka? Oyvon to'sin beradi, keyin strapel. Yo'qlar uyga laga-bagaga shuna qilinaveradi. Bular qancha bo'lyapti aka? 130 ming kami bor. Bunisi-chi bunisi mana. Buni ham 310 ming kami bor. Bu yerda tayyor archilgan, razmerlangan teraklar. Bular qanchadan bo'lyapti aka? 180 ming kami bor. Necha metr bular aka? 4,5 metr. Bu yoqdalarchi? 5 metr aka. 5 metr. Necha pul deyapsiz? Qancha? 140 mingdan. Nima yenigensizligiga sababli, ha? Bunisi qanaqa bo'lyapti endi aka? 110 ming so'm. Bulardan nima beradi endi aka? Oyvon to'sin qilsa ham bo'laveradi. Bu yoqlar bormi endi? Bu yoqda ham bor ekan, xudo xolasa. Bular qanaqa bo'lyapti endi aka bular? 300 mingdan tonasiga. Bu ham 300 ming kam bor. 280 ming kam bor. Bu 280 ming kami bor. Bunisi qanaqa bo'lyapti endi aka? 115 ming kam bor ekan. 115 ming kami bor. 150 ming kami bor. Bulardan nima beradi endi aka? Bular to'sin olaveradi aka, bittadan to'sin ag'larga. To'sin lagalik. Yaxshi. Ular aka ana bag'ara tug'illar aka 180 ming aka. 180 mingdan. Ulardan nima beriladi aka? Bular ko'ryapmidi to'sin olatan ag'larga paga qo'yaveradi. 4,5 metr to'sin berib nima qilinaveradi? Bittadan to'sin puli. Bittadan to'sin puli ekan. Bu yoqlarda ham mana teraklar bor. Bu yoqda ham mana har xil to'fta hammasi o'sha uzun bo'y teraklar ko'proq, asosan uzun bo'y teraklar uchun kelaverasizlar. Manzil Yangiqo'rg'on. Boyda tuman Yangiqo'rg'on soybo'yi Terak bozori. Aka, telefon raqamini aytaverasiz endi. 94lik. 94lik 391 391 4959 shu nomerga chiqaverasizlar akalar. Obunachimiz shunaqa YouTubedan ko'rib keldik desa, tushib beraverasiz aka. Kamaytib beraman. Kamaytib beraveradi, xudo xolasa. Mana bemoqchi kelib ko'raverasizlar.